Ber sigaret bitta. Iching nima bo'ldi? Sal bilan yana urushib qoldim. Obbo. To'ydan oldin shunaqa bo'lsa, to'ydan keyin nima qilasan-da? Yaxshi ko'raman-da og'ayni. Nima qiling, maslahat ber. Bilmadim. Qayda ketdi u? Oyi. O, Assalomu alaykum. ha, xursandsan, tinchlikmi? Sizga bitta kelin topdim. Voy, Ertaga olib bormasangiz bo'lmaydi, voy, so'chiligi. ertaga yo borganim bo'lsin. O'zim ham tushunmay qoldim. Onam borib ko'ndirib ham kelibdilar-da. Bab gaplashmayapti deyman. Mayli. Nima ham deymiz? Taqdirmas ekanda. Ha shu nasibda o'rtoq. Voy qiz, es hushingni yig'ib ol. Oilasi baquvvatgina ekan. Adiyetdilar, ertaga uchrashuvga chiqasan. Tushundingmi? Men unda ko'nglim yo'q, oyi. Voqo. Bo'ldi, soni ham to'g'ri, razmerlari ham to'g'ri. Tekshirib olgan bo'lsang bo'ldi ishqilib. Ha, tekshirdim. O'rtoq, xullas bitta gap. Ha? Shu ishni birga boshladik. O'rtoqlarning orasida baribir bitta kelishuv bo'lgani ham yaxshi. Shunga demoqchi bo'lganim, men bilan oxirigacha birlamisan? Yo nima, menga ishonmayapsan? Ayo, bo'ldi aka, shuni aytganingiz o'zi hisob aka. Kutamiz aka. Обязательно o'taman. Xo'p. Jasur. Fattohaga chaqirib o'tdilar ertaga. Uni ustiga ertaga tug'ilgan kunlari ekan akani. Kelamiz og'izdan tabriklab kelaman. Faqat men haftorligi pulni sen topshirib chiqishing kerak ertaga. Mana telefoningni qo'ygan, ha? Kelsang birga topshirarmiz. Yo'q, bosh qotirmagan o'rtoq. Vaqt soatida berish kerak hammaga, voy. Faqat uxlab qolma o'rtoq. Abed 12-1 gacha uxlab yotmang. Xo'p. Qara, ishondim senga. Ha. Bo'pti, men ketdim. O'zga qarab ketarsan. Voy, uxlab qolma. Bo'pti. Alo, assalomu alaykum, aka, tuzumsiz? Aka, Jasur olib borib berish kerak bugun. Hali ham bormadimi? Labey Jamshid aka, Jasur bordimi, yo'qmi? Borish kerak edi-yu shu paytgacha oldingizga, aka. Ko'tar. Fattoq aka, assalomu alaykum. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin, aka. Ajayam telefon qilib aytdilar-yu. Yo'q, tug'ilgan kunim sentyabrda-yu. Tushunmadim lekin. Ko'tar. Ko'tar telefoningni! Qayerdasan? Yuribsan? Oldi aka. Mana qara.
Bog'a keyin yomon o'xshatvordik-a. O'xshagan bo'lsa bo'ldi aka. Fattoh akam ukalariman dedingmi? O'zingiz o'rgatgan hamma gapni aytdim aka. Fattoh akani o'zi bilmaydi bugun tug'ilgan kunligi. Aka, berdingiz-ku. Ol. Rahmat. Mashinada bitta sumka to'la pul bor. Kamayib qolmaydi. Voy boqo kecha. Aka, ichinglik. Oling aka. O'xshab ketdi. Aka mana shuni olib turing. Sharoitim ko'ryapsiz, sal qiyin bo'lib turibdi o'zimga ham. Qochib ketayotgan joyim yo'q aka, hammasini qilib beraman. Uyim ham cho'tda mana aka. Bu mayli xo'p. Sherikchilik ishini nima bo'pti? O'sha pulni ham tezroq hal qilib bersalaring bo'lardi. Qanaqa sherikchilik aka? Mana beryapman-ku. Jasur o'rtog'ing bor-ku. Xo'p. O'sha mendan olgan sherikchilik pullarini aytyapman. Sizlarning hamma bizneslaringga men pul tikkanman. Endi nima jinnini yo'qotsanlarmi? Aka, yegan lo'qmalarim harom bo'lib ketsin. O'g'il bola emasman aka. O'li agar xabarim yo'q bu narsadan. Aka, Jasur nima degan sizga? Tushundim masalani. Sizlarni o'qiyotgan ishlaring hammasi piramida qilgansanlar. Aka, yo'q unaqa И demang. bitta gap aytaman, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mashinistlar bilan ikkaloving ham ketasanlar. Ukam, senga bir hafta muhlat, bir haftada hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'y. Men senga ortiqcha gap gapiraman. Bo'pti, gaplashamiz. Iblos bola ekansan sen. Menga qara, qattiq yuribsan. Sani deb har kuni uyimni tagida odam bor. Tushunyapsan shuni? Ishxonani nima qilib tashlading? Iblos. Oray. Hayda orqasidan. Nafsini orqasidan ketding de og'ayni. Shoshilding de.